Shu pul yetadimi? Xohlasangiz 2 barobar. Xohlasangiz 3 barobar qilib bering. Ha, yetadi. Nima sababdan buncha pul beryapsiz? Bilishni xohlaysizmi? Abdulaziz aka netladingmi? Bundan 15 yil oldin bir voqea bo'lgan. Aka bo'ldi. 20 ming so'm bersangiz bo'ladi. Qanaqa 20 ming so'm? Maktab payti nima qilyapsan bu yerda? Amaki, bunday qilmang. Uyda kasal onam bor. Bu pul kam. Militsiyaga beraveraman deb. Men xuddi bo'laman. Hamma aytadi, yaxshilik sen albatta yomonlik aytadi. Men sizga yomonligingiz yaxshiligini javob bermoqchiman. Aka, bundan buyog'iga Chavyuk savdo majmuasida ishlaysiz. Bu daryodan hech kim norozi bo'lib ketmagan. Andijonda birinchi xitoyliklarning magazini. Tovarlarimiz to'g'ri Xitoydan yetib keladi. Xalqimizga manzur bo'lsin deb shu Chavyuk savdo majmuasini ochganmiz. Bu yerda kiyimdan tortib xo'jalik mollarigacha topsangiz bo'ladi. Bu sizga ham jazo, ham mukofot.